Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolisa kotyolniy variantimizni sharhunga o'rnatib berganmiz. Qaranglar mana kotyolniy variantimiz yo'qki, oshxonasiga o'rnatdik. Bu yerda ochganingizni tutadi, faqat bu yerini yo'q qilsangizgina umuman chiqmaydi. Endi ochib qo'yishingiz mumkin, ichkariga qarab tortaveradi. Mana boshida tutib oldi, endi ichkariga qarab tortyapti, umuman tutadi. Ichiga oddiygina o'tin, kesak, shunaqa narsalar tashlab qo'yinglar. Olovni balandlatish uchun xuddi shunday qilib ochib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana gradusni qaranglar endi. Bu narsani santexnik akalar yaxshi tushunadi. Razbochkasi tepada. Bir marta zapravka qilib qo'yasizlar. Qaranglar, 40 gradusda ketyapti. Endi tashqari tomonga radiatorni ko'rsataman. Tashqaridagi holati ham 42 gradusda turibdi, xudo xolisa. Radiatorimiz esa bu ikkinchi radiatorimiz. Buni ham issiqligi mana 42.4 akalar. Uchinchi xonamizga kirib ketyapmiz. Uchinchi xonamiz. 38.2 eng oxirgi xonamiz. Ko'rib turibsizlar, narmanli xonada holatda turibdi. Spalni xonasiga uchun chiroyli qilib berganmiz. Bunga shunaqa ekonom pech kerak. Kotyolda kerak bo'lsa, harakatga chiqsanglar bo'laveradi. Gradusda hech qanaqa paket yo'q. 40 gradus yoqda eng oxirgi xonamizda 38 gradus ko'rsatyapti. Oddiy yashil pechkamiz. Paketlar o'rnatgan ekanlar.